Assalomu alaykum. Agar siz bozordan mana bunday yangitdan ona bola sigir olsangiz, mana bunday agar kindigi hali qurib tushib ketmagan bo'lsa, hech ham zax joylarga bog'lamang. Har doim xashakni ustida yotsin, qurri joyda va onasini emib bo'lgandan alohida baylasangiz, agar beda berayotgan bo'lsangiz, balandroq joyga bedani ilib qo'ysangiz, uzolib yeb o'rganadi beda yeyishni. Agar onasini suti o'ta yog'li bo'layotgan bo'lsa, suti juda ko'p bo'layotgan bo'lsa, buzoq novvoscha bo'lsa, to'ydirib emizdiring. Agar ichi o'tib qolayotgan bo'lsa, yog'li sutdan guruchni uni bo'ladi bozorlarda, ana shundan ol. Gattak qaynoq suvga, qaynab iliq suvga guruchni unidan son va gattak tuz ham son. Va buzoqchaga suzkacha bilan bolalarni bakalashkachasi va suzkasiga ana shunaqa narsaga chayqab qo'zg'ab eritasiz. Guruchni unini aralashtirib va tuzini yaxshiroqqina qilib buzoqchaga berib tursangiz, buzoqcha gattak kattarib olgancha ko'p ichi o'tmaydi. Ora-orada berib turing. Agar buzoqchangiz hali suv ichmayotgan bo'lsa, ichi o'tayotgan bo'lsa, albatta ichi urib qoladi. Bundan buyog'i kun issiq, bu juda xavfli. Buzoqchaga, boynagi bakalashkachaga qaynoq suvdan bir kunda 2-3 marta ichiga sal-sal tusob berib tursangiz, buzoqchaga emizdirib tursangiz, o'shanda ko'p ichi o'tmaydi va yaxshi katta bo'ladi. Katta bo'lgandan keyin kepak jiyitgan, oldiga suv qo'ysangiz ichayotgan bo'lgan paytida oldiga kepakni qurulay ko'proq bering va onasini emizdiring. O'shanda kam ichi o'tadi. Ichi ko'p o'tgan buzoqchaga ko'plar onasini emizdirmaydi. Buzoqchani ichi o'tib qoladi deb buzoqcha yaxshi o'smay qoladi. O'shaning uchun e'tiborli bo'ling. Ham onasini emsin, ham kepak yesin, ham qurri yemish yeyotgan bo'lgandan qurri yemishdan ko'proq bering. Buzoqcha aralash ovqatlardan keyin ko'p ichi o'tmaydi. Agar molingiz yangitdan tuqqanini oldingiz, mol o'ta